Makka Mukarramaga borishimiz bilan fursat ni g'animat bilib darrov umra ibodatlarini bajariladi. Chunki biz ihrom holatida bo'lganimiz uchun bajarishimiz kerak bo'lgan birinchi talab, vazifa bu umra ibodati hisoblanadi. Umra ibodatini bajarib tugatamiz. 2 soat, 3 soat, uzog'i 4 soat atroflarida bu ibodat bajarib tugallanadi. Undan keyingi kunlarda deylik, misol uchun 14 kunga borilgan bo'lsa, 3 kun Madinada bo'lsa, qolgan 11 kun Makkada ibodat qilinadi. Borishingiz bilan umra ibodatini qilib tugatdingiz. Endi nima qilasiz? Nima qilsa bu yerda afzal ibodat qilgan bo'ladi. Xo'p, Makka Mukarramaga boruvchilar 3 toifaga bo'linadi. Ya'ni o'sha umra, haj ibodatini bajar. Birinchisi haram ahli. Haram ahli mana shu Ka'bani atrofida o'sha 7,5-10 kilometr radiusdagi hudud bor, haram hududi. O'shani ichida yashaydiganlar haram ahli hisoblanadi. Undan keyin o'sha haramdan chegarasidan to miqot chegarasiga bo'lgan hududni xil ahli deydi. Xil ahli. Miqotdan tashqaridagini ofoqiylar deydi. Bizlarga o'xshaganlar o'sha ofoqiylar hisoblanadi. Ofoqiylar uchun, ya'ni miqotdan tashqaridan borganlar uchun tavof qilish eng afzal ibodat. Xil ahli va haram ahli uchun namoz o'qish afzal ibodat. Bir kunda Masjidul Haromga Allohning 120 rahmati yog'ishligi aytiladi, tushishligi. Shundan 60i tavof qilganga, 40i namoz o'qiganga, 20si Ka'baga qarab tafakkur qilib o'tirgan odamga beriladi deydi. Shuning uchun biz bu yerda eng ko'p, eng o'sha qilishimiz lozim bo'lgan afzal ibodat tavof, nafl tavof hisoblanadi. Xo'p, nafl tavof qanday bo'ladi? Siz o'sha mehmonxonadan oddiy namoz o'qish uchun qanday chiqsangiz, o'shanday chiqib kelasiz va kelib niyat qildim nafl tavof qilishlikni Allohning rizosi uchun. Allohim uni menga oson qil, qabul qil. Deysizda bismillah Allohu akbar deb Hajarul Asvad burchagidan boshlab aylanishni boshlaysiz. 7 marta aylanasiz va 2 rakat namoz o'qiysiz. Shuni bilan tavof tugadi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, har kun 1 marta tavof qiling. Undan ziyoda bo'lsa 2 marta qiling. Yana ziyoda bo'lsa 3 marta qiling. Mana shu reja qilib tavof qiling. Agar imkoniyatingiz ozroq bo'lsa 2 kunda 1 marta tavof qiling. Undan ham ozroq bo'lsa 3 kunda 1 marta tavof qiling. Imkon qadar ketguncha hech bo'lmaganda yana qo'shimcha 2-3 marta tavof qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Tavof qilish juda ham oson va juda katta savobga musharraf qiladi sizni. Undan keyin qolgan vaqtlarda Masjidul Haromda 5 vaqt namoz o'qilinadi. Mana shu 5 vaqt namozda siz reja bilan kelib bu yerda jamoat bilan namoz o'qishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar yoshingiz ulg'ayib qolgan bo'lsa, sog'lig'ingiz ko'tarmasa, 5 vaqt namozga kelish imkoniyatingiz bo'lmasa, unda hech bo'lmasa bomdod va xuftonga kelishga harakat qiling. Imkon bo'lsa, bomdod o'sha xuftonga kelgan vaqtimda asr, shom, xufton uchisini birgalikda o'qib ketishga harakat qiling. Ana shunda yanada o'sha ko'proq ibodat qilgan bo'lasiz. Boshqa vaqtimda o'tirib Ka'baga qarang, Qur'on o'qing, nafl namozlar o'qing. Agar qazolaringiz bo'lsa, qazo namozlar o'qib, mana shu haram hududida bo'lgan fursatingizni bozorga yoki boshqa joylarga sarf qilib yo'qotib bormasdan ko'proq Masjidul Haromda o'tirib duo, istig'for, Qur'on, namoz, tavoflar bilan o'tkazishga harakat qilishingiz nurun ala nur bo'ladi. Undan keyin boshqa vaqtida Makka bo'ylab alohida bir kun ziyoratga chiqilinadi. O'sha ziyoratga chiqqan vaqtingizda o'zi illik boshi qayerlarga borishni aytadi. Jabalis Savr, ya'ni payg'ambar alayhisalom hijrat qilishda 3 kun bo'lganlar Savr tog'ida o'sha joyga, undan keyin Arafot vodiysiga, asosan o'sha yerda borib tushilib Arafot vodiysida duolar qilinadi.
mana shu yerni o'sha ziyorat qilasiz. Undan keyin Muzdalifa, Mino vodiysi, Jabal Nur, Jannatul Mualla, ya'ni Hadicha onamiz madfun bo'lgan o'sha yerda. Undan keyin Masjidul Jin va yana bir qancha joylarga olib boriladi. Asosan o'sha avtobusda yurib ko'rsatiladi. Bu yo'llarda payg'ambar alayhissalomning izlari, muborak qadamlari tekkanligini inobatga olib, u yerda duo, istig'for, salovatlar bilan yurishlik tavsiya qilinadi. Ya'ni har qanday holatda siz haram hududidasiz, ihromda ham, ihromdan chiqqandan keyin ham uni e'tiborini, hurmatini saqlashingiz shart va zarur hisoblanadi.